Assalamu alaykum. Biz oldingi darsimizda yangi kitobni qurib, buning saqlangan saqlanmaganligini tekshirib darsni to'xtatgandik. Endi yangi kitobni qurishninki mandaq SQL jumlasini insert into deb andaq ishlatishdan boshqa bu SQLite'ning Open Helper'ninki o'zining buyrug'ini ishlatib qo'shish usulim bor. Yangi kitob yoki yangi xotira tug'ish uchun uni qo'llansak bo'ladi. Hozir u xil usulni sinab boqaylik. Uni sinash uchun bu DB degan database qurish usuli o'xshash. Bu Trevor'da. Biz bu sondanғы qistirdigan bo'laklarni izolash uchun content values deb bir narsa izolaymiz. Yani izolash usuli. Content values degan. Shunaqa yazsanglar bo'ldi. Content values deb yozgandan keyin. Biz oldin qitim yangi kitob ushturni kirgizgan vaqtimizda kitap ismi ve kitap avtori ikki bo'lakni kirgizish orqali yangi xotira tug'ilgandik. Kitapning ID'sini avtomatik shakllantiradigan bo'lganlik uchun bu ikkisindan bersak bo'ladi. Shunga content values'mi content values deganga biz put deb buningga bizning birinchi qistamoqchi bo'lgan bo'likimizning nomi üstüde izolab qo'ygan field name degan shu. Endi buning qimmati o'sha kitobning kitap ismi deganni bersak bo'ldi. Ondan content values'ninki yana bir qitim put deganni ishlatib buningga field autor deganga kitap autor degan qimmatni bersak bo'ldi. DB insert deb bunun 3 parametri var. Birincisiga jadvalning ismini beramiz. Jadvalning ismi biz ustida izolab qo'ygan table name degan o'zgargich shu. Table name. Ondan keyin ikkinchi parametri bunga 0 bersanglar bo'ldi. Uchinchi parametrga content value degan narsani ham yo'llab qo'yamiz. Buni yo'llasak, endi bu sondanga yangi xotira qistiriladi. Endi buningda DB exec degan bir narsani ijro qilishning hojati yo'q. Buni ijro qilib bo'lgandan keyin biz qoida bo'yicha sonlarni taqib o'tamiz. DB close deb. Bu endi yangi kitob tug'ilishning usuli. Bu xil usulda tug'ilish bilan oldingi SQL jumlasini ijro qilib tug'ilishniki har ikkisi o'xshash. SQL cümlesini tushunishda qiynalsanglar, ma'qul usulni qo'llansanglar nisbatan oddiy bo'ldi. Bu turg'izgan kitob tizimligini ana ekranda ko'rish uchun ana ekranning o'zida main activity deganning ichida biz list view deb bir narsa qurgandik. Buni qarasanglar list kitoblar deb bir tizimlik bor bunda. Tizimlikda kitobni ko'rish uchun kitobningki ismi, avtori, anakin kitobni tahrirlaydigan va o'chiradigan knopkalarni o'rnashtirilgan holatda bir item layout qurib olamiz. Bir layout qurib olamiz. Ya'ni listning har bir qurini ko'rsatish uchun bir layout tayyorlab olamiz. Buni layout resource deb qursak bo'ladi.
Shuning bilan biz bu yerda ikki tekst ko'rsatadigan tekst ramkasi andin ikki tal ko'nikmani qo'shib bo'ldik. Ko'nikmani qo'shib layoutni laylab bo'ldik. Laylab bo'lgandan keyin endi biz buni ko'rish uchun bir tal adapter qurib olaylik. Listning ichida mazmunni ko'rish uchun tezman adapter qurishga to'g'ri keldi. Shunga buni biz class deb kitob adapterdan buni quraylik. Endi bu adapter qurish usuli biz oldingi darsda imtihon app yasagan vaqtimizda adapter qurib bakkan. Shu bo'yicha qursak bo'ladi. Buningki base adapter degan shu klassdan keladi bu. Shunga varislik qiladi. Shunga base adapter deb buning varisliqdan qilib quramiz. Endi bu yerda qizil xatolik chiqdi. Buni qizil chiroqning belgisini bossak, buning a'zolarini ekirish deb chiqadi. Buning 4 a'zosi bo'ladi. Base adapterning 4 a'zosini ekirib etamiz. 4 a'zosini ekirib bo'lgandan keyin endi bu biz hozir ilgirki darslarda adapter deganni inner class qilib, main activity ni qo'ygandik. Ishga qo'yganligimiz uchun u adapterning ichida, ya'ni main activity ning ichidagi bizning tug'izgan list bo'lsa, masalan, bu yerda kitob tizimligi degan nom bor. U listning o'zini biz inner class bo'lganligi uchun bu yerda ziyorat qila oldik. Hozir endi bu ayrim mustaqil bir class imzolaganligimiz uchun buningga biz bir parameter shaklida berib, shu parameterning ichida tizimlikni yo'llaydigan qilamiz. Ya'ni val deb tizim kitob tizimligini shu parameter orqali buni o'tkazib beradigan qilsak, mustaqil klassga tizimlikni shunday elib qilsak bo'ldi. Endi kitobning tizimligi bo'lgandan keyin qo'limizda bu listning uzunligi shu tizimlikninki uzunligi bilan teng bo'ladi. Davomdan keyin tizim size desak bo'ldi buni. Endi ikkinchisi get item deb get itemligini biz kitob deb bir obyekt izolaymiz. Buning qimmati tizimning ichidagi shu pinol degan qur numeri qanchinchi qurdagi element bo'lsa, shuning mas elementni eplagandan keyin shu elementni o'zini qaytarib bersak bo'ldi. Return kitob deb get itemni obyekt bitirdik. Endi mau get item id deganda biz itemning o'zini kitob deb yerda deb bo'lgandan keyin buningga kitobning id'sini qaytarib bersak bo'ldi. Endi bu long tipli bir narsa bo'lganligi uchun mau bizning qaytaradigan qimmatimiz long emas. Shunga xatolar chiqadi. Endi bu null bo'lib qolsa, nullni qaytaradigan qilib qo'ysak, xatolik tugaydi. Buni qilib bo'lgandan keyin endi biz mau har bir qurda ko'rsatilgan viewni izolaymiz. Buni izolashda biz mau app'da binding ishlatganligimiz uchun biz bu yerda bindingni o'zini izolaymiz. Bu binding ishlatganda view binding ishlatgan vaqtimizda biz har qanday bir layout qursak, masalan list item deb layout qurgan vaqtimizda buningga mos keladigan bir class avtomatik shakllanadi. List item deganni biz baqsak list item. Qarasanglar list item bindingda bir tal class shakllanibdi. Shundan foydalanib biz har bir qurdagi viewni izolaymiz. Inflate deb layout
inflate from deb endi kontekst ketadi. Bizning bu kitob adapterini shu main activity'ning ichida qurganligimiz uchun main activity'dan bir tal kontekst qilmat. Main activity'ning kontekstini bu yerga avatish to'g'ri keladi. Shunga kontekst deb yana bir tal o'zgarguvchi bu yerda imzolab qo'yamiz. Imzolab qo'yib, ondan mush kontekst degan qimmatni fromning ichiga shuni bersak, bu bindingni muvaffaqiyatli quramiz. Endi qurib bo'lgandan keyin endi biz har bir qurda bu view'larda ko'z tushish uchun shu qurdagi elementning o'zini ustidagi get item degan funksiya orqali ilib olsak bo'ladi. Get item deb buningda pinol degani qur nomeri pinol deb get itemda qaytgan qimmat any, ya'ni har qanday aniqsiz bir qimmat qaytadi. Shuni buni biz aniq qilish uchun kitobga as kitob deb bunday qilib qo'yamiz. Bunday qilsak, kitob tipli bir narsa o'zgardi. O'zgarib bo'lgandan keyin biz endi bindingning ichidagi bu kitob ismi deganga kitob ismi degan tekstimizga mana shu kitobningki nemisini beramiz, kitobning ismini beramiz. Kitob ismi degan bo'likni beramiz. Ondan bindingning ichidagi text author deganga set text qilib kitobningki autorni beramiz. Kitobning autorni beramiz. Bunday qilsak, bu ikkisining qimmatini berib bo'lgan bo'ldik. Endi ikkisining qimmatini berib bo'lgandan keyin biz shu binding deganning o'zida shu bizning miyadlaylab qo'ygan list item degan shu view bor. Endi shu view'ningki o'zini qaytarish uchun binding root deb qaytarsak, ashningki shu binding deganninki asosiy hamma view'ni o'z ichiga oladigan narsani o'zini qaytarib turadi. Shuna bilan get view deganni bitdi endi. Biz bu adapterni izolab bo'lgandan keyin endi main activity'ga kelib, main activity'ning ichida binding deb list kitoblar deganninki adapter deganga shu qimmatni berib qo'ysak bo'ldi. Buni berish uchun bir klassningki vakilni ya bo'lmasa endi klass biz kitob adapterda bir klass qurgan edik. Shu uni ishlatish uchun avval shu tipli obyektni qurib olamiz. Ya'ni kitob adapter yoki adapter deb plan quraylik. Adapter deganimizning o'zida kitob adapter degan. Endi buningga biz ikki tal parametr qo'ygan edik. Mana bu kontekst denge activity'ni ochib bo'lgandan keyin biz this desak, shu navbatdagi activity'ning o'zini yo'llab turdi. Endi tizimlik denge biz kitobning tizimligini olgandan keyin buni endi yo'llaydigan gap. Shu endi kitobning tizimligini qanday olamiz degan bir masala tug'ildi. Kitobning tizimligini biz mana kitob helper deganning ichiga kirsak, buning ichida sonliq ma'lumotni biz shunday ichida qurdik. Endi buning ichida sonliq ma'lumotni erish uchun bir tal funksiya qurib qo'yaylik biz. Bu funksiyaning ismi kitoblar bo'lsin. Kitoblar degan funksiyani ijro qilsak, bizga kitobni qaytarib beradigan qilaylik. Bu kitob degan obyektningki qatorni tizimlikni bizga qaytarib bersin. Endi bu funksiyani yozish uchun biz oldi bilan tizim deb bir tal quruq tizimlik qurib olamiz. Quruq tizimlikning tipi kitob tipli bo'ladi. Tizimlikni qurib bo'lgandan keyin endi biz sandanning
SQLite sandanının içinden bu kitap tizimlikini aldığanın boğulduğumuz için şuna bunun için eriş için biz select from dep jadvalimizin ismi üst tarafta biz izalap koygan table name dep mana jadvalimizin ismini yasaklab bo'ladi. Bundan qilsak bizga kitapning linki tizimlikini ep beradigan bir jumla bo'ldi bu. Bu jumlani ijro qilish uchun qanday qilamiz desanglar, mana db deb obyektdan birini qurib olamiz. Sandan obyektini qurish uchun bu yerda endi biz sandanni o'qiymiz, unaga bir narsa o'zgarish kirgizmaymiz. O'zgarish kirgizadigan avvalda qarab baxsanglar, yangi kitap qurgan vaqtda db deganga writable database deb qurgan edik. Şu bu yerda biz faqat o'qiydigan bo'lganligimiz uchun readable database deb qursak bo'ldi. Hamda database'ni qurib bo'lgandan keyin database'da mau jumlani ijro qilib biz ichidagi qimmatlarni elib olamiz. Endi u select jumlasini ijro qilsak, normalda bizga cursor tipli bir narsa qaytaradi. Cursor degan o'sha SQLite o'sha sandanga xos bir obyekt tipi. Buni raw query deb üstüde biz izalab qo'ygan SQL jumlasini ijro qildiramiz. Bununki parametr yo'q bo'lganligi uchun ikkinchi parametrni null qilib qo'ydik. Endi bu cursor degan tiplik narsani ziyorat qilish uchun eng dastlabda cursorning o'zi shu aniqsiz bir o'rinda bo'ladi. Buni move next qilsak, andan keyin bu birinchi rekordga keladi. Yoki birinchi quruqqa keladi. Shu bizningki saqlagan kitobimizningki birinchisiga keladi. Shunga move to next deb buni. Endi eng oxirgi rekord kelgandan keyin move to next desak, bu false degan qiymatni qaytaradi. Ya'ni keyingiga o'tolmagandan keyin shunga buni ziyorat qilishning usuli shu while'ning ichiga cursor move to next deb bu shaklda ziyorat qilamiz. Endi bu shaklda ziyorat qilgandan keyin endi biz bu kitap sandanımızda, bizning qo'ygan sandanımızda kitapniki ID'si, ikkinchisi kitapning ismi, uchinchisi kitapning avtori deb 3 narsa bordi. Endi ID'siga erishish uchun biz mana shu cursor deganninki ID'siga erishish uchun biz cursorninki get int deb butun tiplik shu birinchi belekdan butun tiplik narsani olsak bo'ldi. Andan keyin kitapning ismini elish uchun ism deganning o'zi cursorninki bu text tiplik, buni ikkinchi belekdan olamiz. Andan keyin autorni elish uchun cursorninki get string deb buma text tiplik uchinchi belekdan olsak bo'ldi. Bu 3 narsani ep bo'lgandan keyin biz bu 3 narsadan foydalanib kitap deb bir obyekt quramiz. Obyekt qurish usuli biz bu yerda modelning ichida data classdan birini izolab qo'ygan. Buningga ID, kitap ismi, autor degan 3 narsa bersak, yangi obyekt quriladi. Shunga bu yerda kitapning ichiga boshda ID'ni, ondan ismni, ondan autorni beramiz. Autorni bersak, bu kitap deb bir obyekt qurildi. Endi biz kitap tizimligini qaytarib bermoqchi edik. Shuning uchun kitap degan obyektning o'zini biz tizimlikka qaytib qo'yamiz. Kitap deganni qaytib bersak, endi bu shu sondanda bor narsani bir deb ziyorat qilib, oxiri bog'icha tizimlikka qaytib beradi. Tizimlikka qaytib bo'lgandan keyin biz endi sondanni taqib etib
tizimlikni qaytarib bersak bo'ldi. Return tizim. Biz bu yerda funksiyaning qaytilgan tipini kitob tizimligi qildik. Shu yerda tizimlikni o'zini qaytarib bersak to'g'ri bo'ladi. Endi main activity'ga qaytib biz main activity'ning ichida erishadigan tizimlikka endi bu yerda biz kitob tizimligiga kitob helperda kitoblar degan buyruqni ijro qilish bilan erishimiz. Shuning uchun avval kitob helper degan bir obyektni qurib olaylik. Kitob helper deganning o'zi kitob helper deb bundaq yozdik. Endi buning ichida context deb bir parametr balki buni adresini yo'llab qo'ysak bo'ldi. Endi kitob helperning ichidan tizimlikni elish uchun biz tizim deganning o'zi kitob helperning ichida kitoblar degan buyruqni ijro qilsak, tizimlikni biz qaytadi bizga. Endi qaytgan tizimlikning o'zini biz mana adapterga beramiz. Adapter deganda endi bu kitoblar deganga berib bersak, bu tizimlikni bizga ko'rsatib beradi. Endi ijro qilib ko'rib boqaylik. Bu bizning qurgan kitobimiz bu yerda chiqdi. Endi yangi bir kitob qaytib boqaylik. Masalan, suyib qolsam seni Navoda Odil Tunyas. Saqlab etdik. Bu yerda ko'rinmadi. Appni qayta boshlab boqaylik. Qayta boshlasak bizning qatqan yangi kitobimiz bu yerda ko'rindi. Endi bu qatqanaman ko'rinish uchun biz qanday qilish to'g'ri kelsa, hozir mana on create ning ichida bu kitobning tizimligini bu yerda tizimlikni mundaq elib, anandan keyin adapterni bekitadigan ishlar on create, ya'ni app qurilgan vaqtda ijro bo'lganligi uchun bu appni yangi boshlatmay turib, bu tizimlikni yangilig'i bo'lmaydi. Endi biz shu tizimlik yangilaydigan qurilni bir ayrim funksiya qilib elib olaylik. Buni yangiladi bir funksiya deb buning ichiga shu narsani elib olaylik. Endi bu kitob helper degan narsani buning ichida ishlatish uchun mana 5'ida izolab olsak, mana shu ishlatamiz. Endi bu yangila deganni app yangi qurilgan vaqtda bu on create ning ishidami ijro qilaylik. Ondan agar app boshqa ko'znakka ketib qaytib kelsimi, bir qatim yangilaydan qilaylik. Bu chog'da mana bu on resume degan hodisa yuz berdi. Shu on resume deganning ichiga mana yangilar deganni yozib qo'ysak, bizniki mana bu pilosni besib yangi ko'znakka berib buning ichida qo'shgan narsamiz darhol ko'znakda qolgandan keyin ko'rinadigan bo'ldi. Sinab boqaylik. Masalan, qiyomatda qolgan Sehra Yaxtam Ömer saqliq amaldan bu yerga chiqadigan bo'ldi. Endi biz tizimlikka bir narsani qo'shib, uni ana ekranda ko'rsatishni muvaffaqiyatli amalga oshirdik. Endi mana bu
o'chirish, tahrirlash ko'nikmamizni ishlaydigan qilib deydi. Buni ishlaydigan qilish uchun biz yana shu kitob helperning ichida buni yuvish uchun ham tuzish uchun bu funksiyani yazishga to'g'ri keldi. Hamda avval o'chirishning funksiyasini yazaylik. O'chir deb bir funksiya yazaylik. Buningga kitobningki kitob tipli bir narsa beraylik. Kitob tipli bir narsani yo'llasa, endi bu biz qurish uchun bu writable database deganni yozganimizdek, o'chirish uchun bu writable database deb bir narsa yozish to'g'ri keldi. Ondan db deganninki qarasanglar delete deb shakli bor. Delete deganninki 3 parametr var. Birincisi jadvalning ismi. Jadvalning ismini biz nima deb yozalgan? Table name deb yozalgan. Ondan keyin ikkinchisi shart. Yani bu shart biz kitobning id'si teng bo'lsa deb, teng so'roq deb bunday qilib yozamiz ikkinchi parametrga. Uchinchi parametrga endi buningga array tipli bir qimmat yozish to'g'ri keldi. Chunki bu SQLite'ning bu o'chirish jumlasi birlam narsani emas, bir qancha narsani o'chiradigan iqtidorga ega. Shunga buni array shaklida beradigan laylik ekan. Bu SQLite'ning o'chirish jumlasi bir vaqtda birlam emas, bir qancha narsani o'chiradi. Shunga endi o'chiradigan narsalarniki, masalan, kitobning id'si kitobning nomeri 1 bo'lgan, 3 bo'lgan, 6 bo'lgan kitoblarni o'chiradi deb bunday belgilama bo'ladi. O sharoitda bu yerga 3 tal kitobning id'sini bersak bo'ldi. Lekin hozir biz kitobni qaysi qurni bossak, qaysi qurdagi o'chirish ko'nikmasini bossak, shundan o'chiradigan qilmoqchi. Shuning uchun bu yerda biz bir tal kitobning shu id'sini shu qatorning ichida berib qo'ysak bo'ldi. Kitobning id'si int bo'lganligi uchun bu yerda string qabul qildik. Shunga biz buni string aylantirib o'tdik. Biz kitob helperning ishida turib, main activity'ning yangilar degan funksiyasini ijro qilish orqali o'chirgan amon bir qatim ekranni yangilash uchun biz ma'noda kitob helperningki context degan parametrni main activity'ga aylantirgandan keyin main activity'ninki newsni ijro qilaymiz. Yangilar degan funksiyasini ijro qilaymiz. Endi buni biz context deb yozsak to'nimaydi. Chunki buning oldida bundaq val yoki var yo'q. Val deb yozsak bu narsaning o'zini ma'ning ziyorat qilgan a'zosi deb to'niydi. Shunga oldiga val deganni qaytib qo'ydim men. Qaytib qo'ygandan keyin endi buni as main activity deb main activity'dan keyin yangilar deganni ijro qilsak, ijro qila olamiz. Endi o'chiradigan funksiyani yozib bo'ldim. Bu funksiyaning o'zini biz adapterning ichida get view'ning ichida har bir qurdagi view'ni ko'rsatgan vaqtda shu view'ning ichida ko'nikma bor emasmi? Shunga biz ko'nikma button deyilganga set on click listener deb bu yerda bu boshqa vaqtimizda db helperdan nimani ijro qilsak bo'ldi. db helperdan o'chir degan ijro qilsak bo'ldi. Shunga boshda db helper degan narsani bir qurib olaylik. Buning o'zidan db kitob helper
yoki kitob helper deb turaylik buni. Kitob helper deganning o'zi, mana kitob helper deb buningga kontekst degan qimmatni o'tkazib bersak bo'ldi. Mana bu kitob adapterdan kelgan kontekstni o'zi. Endi maning ichida kitob helper dedik. O'chir degan buyruqni ijro qilsak, mana kitob deganga mana kitob navbatdagi kitob degan parametrni berib qo'ysak bo'ladi. Endi sinab boqaylik. O'chirni bossak endi qo'yadigan bo'ldi. Agar endi o'chir deganni bossak, avval rostli o'chiramsiz deb bir ogohlantirish chiqarib, undan o'chirmoqchi bo'lsak, u chog'da bir tal ogohlantirish qaytib qo'ysak bo'ldi. Ogohlantirish qaytishning usuli nima? Hozir bugun o'taylik. Ogohlantirish qaytish uchun bu yerda alertdan birini quramiz. Alert dialogdan. Yoki ogohlantirish dialogidan birini qurish uchun alert dialog deb builder deymiz. Buning ichida kontekstda bir parametr bor. Bu holatda alertni qurib bo'lgandan keyin buningga set title buningga bir mavzu qo'yamiz. O'chiriladi deb qo'yaylik mavzusini. Ondan keyin teksti buniki yoki yo'llanadigan uchuri endi uchur chiqish kerak desanlar rastilla o'chiramsiz deb so'rasa bo'ladi. Endi yana set icon deb buningga icon bekitib qo'ygan bo'ldi. Icon deganning o'zini Androidning o'zidan ta'minlagan Android R Travel deb yozsanglar, Androidning o'zi ta'minlagan iconlar chiqadi. Buningda IC dialog deb yozsanglar, alert ogohlantirishniki bir ikonsi bor. Shu ikonning o'zini ishlatdik. Ondan buningga ikkita knopka qatimiz. Ikkita knopkaniki degan knopkani set positive button deb qassanglar bo'ldi. Positive button deganninki tekstini avval deylik. Ondan bu tekstni bu knopkani bosgandan keyin nima ish qilish kerakligini yozishga to'g'ri keldi. Shu buni yozish uchun object deb qo'shchekit qo'ysizlar, undan keyin dialog interface on click listener deb qursanglar bo'ldi. On click listener. Endi buning ichiga buni qurib bo'lgandan keyin qarasanglar, bundaq qizlarning ogohlantirish chiqadi. Buningga a'zolarni qo'sh deb bossanglar, mana funksiyani o'zi avtomatik paydo qilib turdi. Endi besilgan vaqtda nima ish qilish kerakligini deb bossanglar bo'ldi. Buningga yes deganni bossa yoki juma deganni bossa, undan keyin biz o'chirdigan ishni ashuna ishda qilsak bo'ldi. Ashuna ishni bir taraf qilsak bo'ldi. Endi ikkinchi birisiga yoq degan knopka lozim bo'ldi bizga. Buni set negative button deb. Negative button deganninki avval tekstni bekitamiz. Tekst deganga yoq deylik. Tekstni o'rnatib bo'lgandan keyin undan buningki yoq deganni bossa, bir ish qilishimizdan hojati yo'q. Shu buni 0 deb qo'ysak ham buning ishi tugadi. Endi bu dialogrammasini qurib bo'lgandan keyin biz show desak, buni ko'rsatib beradi. Shuning bilan bu o'chirishdan burun
sorbittiga işlemi qo'shib bo'lgan bo'ldik. Birisini bitaylik. O'chirildi. Rost tilda o'chiramsiz dedi. Yo'q desam o'chamaydi. Agar desam o'chiradi. Demak, o'chirishning ishini bitirib bo'ldik. Endi oxirgi bizning qilgan ishimiz mau edit knopkasini bassa, tuzish knopkasini bassa, ma ko'znakka shu tuzitilmoqchi bo'lgan kitobningki ismi bilan avtorini chiqarib berish kerak. Chiqarib bo'lgandan keyin unda biz saqlash deganni bassak, bu o'zgargan qiymatni saqlab bersa bo'ldi. Endi uni amalga oshirish uchun biz bu yerda binding degandan keyin botdan edit deb tuzish knopkasi bosib qurib qo'ygan to'q, uningki set on kliklisini bu knopka bosgan chog'da nima ish qilamiz desanglar, avval intentdan birini quramiz. Bu intent shu yangi kitob degan ko'znakka boradigan intent. Buni qurishning usuli context deb ondan yangi kitob class java deb mana shu shaklda qursak bo'ldi intentni. Intent qurib bo'lgandan keyin endi buning ichida biz ikki qiymatni avatimiz. Birisi 3 qiymatni avat etamiz. Qaysi kitobni, qaysi nomerli kitobni tuzilganligini bildirish uchun avval kitobningki ID'sini avatimiz. Ondan o köznekte ko'z tutish uchun kitobningki avtori bilan ismini avatimiz. Put extra deb ikkinchisini ism deb avataylik. Kitob ismi. Uchinchisi intent put extra autor deb kitobning avtorini avatsak bo'ldi. Endi bu 3 qiymatni biz intentning ichiga yuklab qo'ygandan keyin mana start activity degan buyruqni berib yangi activityga bossak bo'ldi. Start activity deganga bu yerda endi biz nimaning ichida hozir desanglar, adapterning ichida bo'lganligimiz uchun buningga agar adapterning ichida bo'lmagan bo'lsak, mana this deb yozdik. Biz main activityning ichida bo'lgan bo'lsak, hozir buningga context deb yozamiz. Ondan ikkinchi qiymati intent bo'ldi. Ondan uchinchi qiymatni bundle degan bir narsa yo'llamaymiz. Null deb yozib qo'ysak, buning ishi tugadi. Endi hozir 33 knopkasini bassa, yangi kitob qo'shadigan ko'znakka boradigan bo'ldi. Buni sinab boqaylik. Tutuş knopkasini bosdik. Yerga kitob ismi yerga bordi. Endi kelgan narsani biz buning ichida bu yerga to'ldirishimiz kerak. To'ldirish uchun yangi kitob deganning ichida mana on create deganning ichida nima ish qilamiz desanglar, id deganni intentning get index desak son tipliq int tipliq qiymatni olaymiz. Shu idning qiymati int tipliqda. Buning agar qiymat to'g'ri kelmay qolsa 0 deb oldiga qo'ysak bo'ldi. Endi ikkinchisi ism, kitobning ismi deganni intentdan
get string extra deb alsak bo'ldi. Bununla biz nimde bir isim koyduk desanglar, yani isim deb isim koyduk. String tiplikqa alanmay qalsa qimmat yezishning hojati yo'q, shuni birlan parametr bilan bo'ladi. Endi mamo get string extra deb buning updoor deganni updoor degan qimmatni alsak bo'ldi. Bu ishini ep bo'lgandan keyin biz endi binding edit isim deganga set text deb isimni binding edit updoor'ga set text deb updoor'ni qo'yib qo'ysak, ko'zakdan kelgan ikki narsa miyaga chiqadigan bo'ldi. Endi ko'rib boqaylik. Endi tahrirlashni bosdik. Is updoor chiqmoqda. Updoor'ning ishi chiqmadi. Edit updoor set text updoor dedik. Ama xato izlab qolibdi. Updoor deb tuzib bersak. Normal kelgan bo'ldi. Bastık. Endi is updoor metodga to'g'ri keldi. Endi bu tuzitilsa, saqla degandan boshqa tuzitish kerak. Endi qanday vaqt tuzitildi, qanday vaqtda yangi kitob qurildi degan bir masala tug'ildi bu yerda. Endi buni bir taraf qilish uchun biz yangi kitob degandan keyin ichidagi shu id deganni tekshirsak, normalda idning qimmati yangi bir kitob qurilgan vaqtning o'zida idning qimmati 0 bo'ldi. Nima ish qilsanglar, bu chog'da edit ko'nikmasi besilmaganlik uchun bu kitobning red nomeri degan narsa kelmaydi. Shuning uchun biz agar idning qimmati 0 bo'lib qolsa, bu chog'da uni yangi kitob qurilgan. Agar 0 bo'lmasa, kitobni tuzadigan qilib yozsak bo'ldi. Bu yerda hozir yangi kitob quradigan funksiya bor. Biz endi kitobni tuzadigan funksiyadan birini yozishimiz to'g'ri keldi bu yerga. Uni tahrir deb funksiyadan birini quraydi. Tahrir degan funksiyani o'xshashla bunga kitob degan bir parametrni avataydi. Uni avatsa mush usulda qurishlar o'xshaydi buningki ishlari. Shu bitlar kelgandan keyin endi biz bir insert deganni update deb o'zgartsak, update degandan keyin parametrlarda sal o'xshamaslik bor. Birinchisi table beramiz, ikkinchisiga content values, ikkinchisi content values beramiz. Content values'ni berdik. Uchinchi parametr nima kerak desanglar? Uchinchi parametr delete qilgandek buningga shart. Shart degan o'xshashlar delete bilan shartiga o'xshash yozamiz. Endi buningga yo'llanadigan qimmatmi? Shu delete'ningki shu qimmat bilan o'xshash qilsak bo'ladi. Endi bu yerda kitobni tuzitish uchun isim updoor degan narsani isim updoor degan bo'lakdagi berdi. Berish bilan bir vaqtda qaysi kitobni tuzitganligini id'siga asoslanib hukm qildi. Shunga id deganga kitobning id'sini berdik. Tahrirlagan funksiyamiz bitgandan keyin endi biz yangi kitob deganning ichiga berib, buning ichida
yangi kitap qo'shadigan bu qurning ustiga shartdan birini qo'shaylik. Ya'ni agar ID'ning qimmati 0 bo'lib qolsa, nima ish qilamiz? 0 bo'lib qolsa, bu ID'ga qimmat berilmadi degan gap. Bu kitob yangidan qurildi degan gap. Agar 0 bo'lmay qolib qolsa, o'xshashlar kitobdagi obyektdan birini quramiz. Buning hamda ustidagilar o'xshamaydi, ID'ga ustida 0 ni bergan top, bu yerda ID'ning qimmatini beramiz. ID'ning qimmatini beramiz. ID bu yerda qaysi qimmatni olgan bo'lsa, qaysi qimmat kelgan bo'lsa, tahlillasang guruhini boshqa vaqtimizda. Shu qimmatning o'zini ID'ga yo'llaymiz. Andan keyin ism, autor degan qimmatlarni yo'llasak bo'ldi. Endi mana yangi kitob qo'ygan vaqtimizda yoki tahrirlagan vaqtimizda, tekst ramkasida bir narsa yozmay tursak, yo'llanib ketmaslik uchun biz bir tekshirib etsak yaxshi. Ya'ni ism nol yoki quruq bo'lmasa, hamda avtormi quruq ham bo'lmasa, ishkilisi quruq bo'lmasa yoki bo'sh bo'lmasa, andan keyin buni yozgan qilib qo'ysak bo'ldi. Shu shartni qo'shsak, bu shart qanoatlansa, pastki if jumlasiga tushadi. Bo'lmasa, taqlid tushadi. Endi bu yerda kitobdagi obyektni qurib bo'lgandan keyin biz kitob helperniki ustida yangi kitob deganni ijro qilgan bo'lsak, hozir tahrir deganni ijro qilishimiz to'g'ri keldi. Tahrir deb bunga kitob degan parametrni yo'llab beramiz, o'xshashlar. Endi kitobning uchalari o'zgarmadi, bir sinab ko'rib boqaylik. Tahrirlashni bosdik. Biz deganning o'rniga o'yg'ongan zimin deb o'zgartirib boqaylik. Saqla desak, o'yg'ongan zimin deb o'zgardi. Demak, endi biz hozir yangi kitob qo'shalaydigan, kitobni o'chiradigan, kitobni tayyorlaydigan ishni amalga oshirgan bo'ldik. Shuning bilan bu darsimiz tugadi. Allohga omonat.